Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurmatli qattalochilar, hurmatli kuzatuvchilar, mana biz Xudoyim buyursa hozir emin Azhar mechitini kirganga tayyorlanib жатабыз. Bu Azhar mechiti bilasizlar, o'zingizlarga belgili Egipetni eng simvoli desek de bo'ladi. Hozirgi bizni Qirg'izistondan kelib o'qigan o'quvchilarning bardigi o'sha Azhar universitetini noldan boshlab jo'g'ri o'quv joyiga cheyin o'qib ketishadi buyursa, bizni ko'p olimlarimiz mana shu Misr shahrini Al-Azhar universitetini ayaqtab hozir Qirg'izistonga emgak singdirib jatishadi. Eng avvalo bu yerda Jin o'tmoq qilib qo'yibdir. Elga ung'ayli bo'lish uchun atayin shunday taptoza ung'ayli qilib qo'yibdir. Jet turidan yerga mashinalarga xavfsiz, elga xavfsizlik bo'lish uchun shuna tunnelni qurib o'tmoq qilib qo'yibdir. O'tmoqdan buyursa Azhar mechitini yo'l oldik. Qadimki idarati Azhar deydi. Azhar mechitini Qur'onda Assalomu alaykum. Alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azharni mechitiga kelsengizler beleklerdi alsanızlar bo'ladi. Mana yerda qursanızlarni to'g'ritsanızlar bo'ladi. Yetti belekler hozir biz Al-Azhar meclisine baratavuz mümücemiştir. Bizi damazlar. Görünüyor. Çünkü bunu antaşit eken. Ona yerde kalıcılar naturalni mümücemişleriminin komaklardı. Erkeklerdi kiyimi, bu ayal kızlardı kiyimi. Kur'an'dan tavsiye. Bellerde kurma. Allah'ın kitaptır. Maktaba ekan bu yerda qolgan kitoblarda aqida bo'lsin, Qur'on bo'lsin. Tafsir Qurtubi, Şerh Hidaya, Kafiye. Bazı kitaplar bayan qolgan kitaplarda topsanızlar bo'ladi. Hozir mana Azhar mechitni kirib o'tamiz. Mana hozir Al-Azhar mechitining boshlanishi maktaba degan kitobxonaga kirib qolgan kitoblarni bekor o'qib nima qilsanızlar bo'ladi ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Aftahna abwaba rahmatullah. Şu Azhar mechiti.
Sabahlar bolup atat hazır. Buna Asgar Meçhitinin ortası. Hazır oşal Egipetdeki Al Azhar Meçhiti. Bu yerde bir nima bor ekan, bu ne ekanini taqtab sizlarga buyursa aytamiz. Hozir bu yerda ustozlarni savog'i bo'lib o'tadi. Mana ko'rdingizmi? Ayollarga bu yerda ayollar kiradi ekan. Qolgani erkeklar kirib üniversitede okuyanlar kılıp buyursa biz asır namazını okuyanlar Kuday buyurdu. Gilimlerini kırarlar. Namaz vaqtında darrov chiqib ketadi. Mana asrga qomat aytdi buyursa. Biz buyursa asr namozini o'qishga kirib boratamiz. Birinchi takbir aytildi. Qo'limda bu yerda studentlar kelib sabaqlarni o'qib, ondan sirtqari ustozlar bu yerda sabaqlarni o'tadi ekan. Şolarda leksiyalardan qatışıp, sabaqlarga qatışıp, kerakli ma'lumotlarni, sabaqlarni o'qib ketishadi. Cuma günü bunu yerden imam çıkıp, o'shul yerda xutba qiladi ekan. Asgar Üniversitesi'nin simvolu buna uşul bir munarada iki nimesi menen özünçö belgili. Yapışacağım sana. Mana şu menen Asgar Üniversitesi meçhitiga kirip Xudo buyursa hozir birazdan keyin sizlarga tarjimalini aytib beramiz. Buni aytganda ömür bayanini, qachon qurilgan, qaysi yili qurilgan, o'shalarni bardığını Xudoyim buyursa sizlarga aytib beramiz. Simbol musulmonlarning belgisi ekan, ko'rishayotgan simboli bo'lib hisoblanadi ekan. Şu yerde nikah, talak meselesi boyunca bu jaga qayriladi ekan. Bu yerde şer'i meselelerni so'rab Asgar Üniversitesi'ne meçhitdi. O'shu menen nimamiz bitdi buyursa sizlarga
koldan kelişince jetkizgen bolduk. Эми Кудайым буйрса кайрадан сиздер менен башка дагы мечиттерде, башка тарыхый жерлерде көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Эки достук желеги университеттин желбирип атат.